Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozirda ko'pchilik erkaklarda va yoshlarda kuzatilayotgan muammolardan biri libidoning pasayishi, ya'ni xohishning yo'qolishi aloqa qilish uchun. Shu haqida YouTube sahifamizda video tayyorlashga bel bog'ladik va bu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Nimalar hisobiga libido jinsiy aloqaga xohishning kamayishi yuzaga keladi va uni uy sharoitida qanday tabiiy vositalar bilan davolash mumkin. Shu haqida to'liq tushuncha berib o'tib ketaman. Demak, videomiz hamma uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. Demak, jinsiy aloqaga nisbatan xohishning pasayishi bu stoch hisoblanadi. Qaytadan. Demak, jinsiy aloqaga nisbatan xohishning pasayishi, libidoning pasayishi nimalar hisobiga yuzaga keladi. Birinchi navbatda shuni tushunib olishga harakat qilamiz. Buni tushunib olishimiz uchun biza doskaga chizib qo'ydim. Qisqagina ikkita gruppaga bo'linadi. Jinsiy aloqaga nisbatan xohishning kamayishiga sabab bo'ladigan birinchi gruppa bu gormonal o'zgarishlar hisoblanadi. Jinsiy aloqaga xohishning kamayishiga sabab bo'ladigan ikkinchi gruppa bu psixogen o'zgarishlar hisoblanadi. Demak, birinchi navbatda biza gormonal o'zgarishlardan boshlaymiz. Ayrim holatlarda bemorlar ko'rigimizga keladi, aloqaga nisbatan xohishim yo'qolib qolgan, prostata bo'yicha davolandim, shamollashga davolandim, foyda qilmayapti deydi. Lekin aslida prostata, shamollash kabi holatlar umuman aloqaga, xohishga bog'liqlik joyi yo'q hisoblanadi. Ya'ni bekordan bekorga davolanishdan hech qanaqa natija ko'rilmaydi, afsuski. Demak, gormonal o'zgarishlardan ko'pchilik erkaklarda uchraydigan birinchi o'zgarishlardan bittasi bu testosteron erkaklik gormonining pasayishi va estradiol ayollik gormoni miqdorini ortishi hisoblanadi. Demak, bizada organizmimizda jinsiy aloqaga xohishni ta'minlab beradigan eng asosiy gormon bu testosterondir. Agar erkak kishida testosteron miqdori pasaysa, turli xildagi o'zgarishlar kelib chiqadi. Masalan, erkak kishida semirish boshlanadi, depressiya boshlanadi, mushak massasi kamayadi, siyish bilan o'zgarishlar boshlanadi. Jinsiy zaiflik belgilari, tarang turishi, ertalabki ereksiyani yo'qolish kabi belgilar bo'ladi. Lekin bu belgilardan oldin birinchi o'rinda libido, ya'ni xohishning yo'qligi paydo bo'ladi. Mana bu testosteron defitsitining eng birinchi belgilaridan bittasi hisoblanadi. Demak, testosteron miqdori pasayib ketadi va ayrim holatlarda agarda bemorlar ortiqcha vazn bo'lsa, qorinda yog'i ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu yog' hujayralarida aromataza degan ferment bor. Bu testosteronni ayollik gormoni estradiolga aylantiradi. Estradiolning ham bizning organizmimizda kerakli o'ziga yarasha funksiyalari bor. Bunga hozir to'xtalib o'tmaymiz, lekin agarda testosteronni estradiolga nisbatan nisbati 12 dan past bo'ladigan bo'lsa, demak, estradiol miqdori balandroq hisoblanadi va bu narsa jinsiy aloqaga nisbatan xohishni kamaytirishi mumkin va testosteronning pasayishi ham. Bundan tashqari jinsiy aloqaga xohishga ta'sir etadigan yana bir gormonlardan bittasi bu prolaktin gormoni hisoblanadi. Prolaktinning vazifasi o'zi ayollarda ko'krak bezlarida o'sha sut ishlab chiqarishga yordam beradi, ya'ni laktatsiya jarayonini ta'minlaydi. Agarda buni miqdori ko'tarilib ketadigan bo'lsa, ya'ni miyadagi mikroadenomalar, gipofizdagi mikroadenomalar hisobiga miqdori oshadigan bo'lsa, bu erkak kishidagi, demak, libidoning jinsiy aloqaga xohishni pasayishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari keyingi sabablardan bittasi TTG va T4 deb yozib qo'yilgan. Bu qalqonsimon bez, ya'ni xalq tilida zo'b, buqoq kabi o'sha kasalliklar bor va shu kasalliklardan aynan shu gormonlarni T4 gormonining yetishmovchiligi, ya'ni shu bez o'zini faoliyatini to'liq qilib bera olmaganligi hisobidan organizmda moddalar almashinuvida o'zgarish kelib chiqadi, organizmdagi turli xildagi mediatorlarning sintezi buziladi va bundan tashqari prolaktin miqdorini bevosita bu gipotireoz holati ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ya'ni bular bir-biri bilan chambarchas bog'liq sistema hisoblanadi. Shu sistema agar izdan chiqadigan bo'lsa, demak, gormonal sabab hisobidan jinsiy aloqaga nisbatan xohish yo'qoladi. Endi keyingi sabablardan bittasi, agar misol uchun bemor keldi libidoni pasayishi bilan, albatta biza
gormonalniy kompleks holatda gormonlarni qanaqa holatdaligini tekshirib ko'ramiz. Birinchi qiladigan ishimiz, agarda gormonlarda umuman muammo bo'lmagan bo'lsa, bemorda depressiya holati, stress holatlari juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa hayotlaridan, demak bu muammolar, ya'ni xohishni, libidoni yo'qolib qolishi psixogen sabablar hisobidan ham bo'lishi mumkin. Psixogen sabablar bu nima degani? Oddiyroq qilib tushuntiraman. Bizni organizmimizni boshqaradigan nerv tizimida signallarni yuboradigan, jinsiy aloqaga xohish paydo qiladigan shunaqa moddalar bor deb tushunsak bo'ladi. Uni neyromediatorlar deymiz. Masalan, ulardan bittasi dopamin, serotonin deb nomlanadi. Demak, serotonin bu insonning kayfiyatini yaxshiligini ta'minlab beradigan narsa. Dopamin esa bu ham xuddi shunaqa jinsiy aloqaga xohishni yaxshi bo'lishini ta'minlab beradigan neyromediatorlarga kiradi. Agarda shu neyromediatorlarning miqdori miyada kamayib ketadigan bo'lsa, turli xildagi bemor stress, depressiya holatlariga tushib qoladigan bo'lsa, demak, psixogen holatda jinsiy aloqaga nisbatan xohish pasayib ketadi. Bundan tashqari xohishning pasayishiga bevosita, misol uchun, erkak kishini aynan o'sha aloqa qiluvchi partneriga nisbatan xohishini yo'qligi. Masalan, oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, yoqmaydi. Misol uchun, o'sha turmush o'rtog'imi, ayolim shuni hisobidan psixogen darajada tushib ketishi mumkin. Lekin agarda masalan ayoli yoqsa, hamma narsa joyida bo'lsa, lekin og'ir o'sha stress, turli xildagi mana shunaqa nerv nagruzka bilan ishlaydiganlarda psixogen mana shu xohishni pasayishi kuzatiladi. Demak, bunaqa holatlarda biza albatta psixogen deb diagnoz qo'yishimiz uchun o'zini so'rovnomasi bor. Bemor so'rovnomasini to'ldirib, shunga qarab bu diagnoz qo'yiladi va albatta gormonlar tekshiruvi qilinib, gormonlar to'liq holatda yaxshi bo'layotganligi tasdiqlanishi kerak hisoblanadi. Chunki psixogenni qanaqadir bir analiz qilib aniqlashning imkoni yo'q. Gormonlarni esa analiz qilib tekshirishning imkoniyati bor. Demak, bu holatda biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni uy sharoitida nima qilsak bo'ladi? Eng birinchi navbatda organizmdagi neyromediatorlarni baland qilib beradigan narsa bu oddiy sport, sog'lom ovqatlanish va uyqu. Buni necha marotaba aytamiz, faqatgina buni bajarish kerak, tartibli ravishda, to'g'ri darajada. Bundan tashqari neyromediatorlarga yordam beradigan va umuman testosteronni uy sharoitida tabiiy ko'tarishga yordam beradigan tabiiy vositalar. Masalan, birinchisi ashvaganda. Ashvaganda vositasi ayniqsa ham stressi bor insonlarga juda ham yaxshi. Bundan tashqari testosteronni ko'tarishga ham yordam beradi va jinsiy zaiflik holatlarida ham yordam beradi. Odatda bular biologik faol qo'shimchalar hisoblanadi, ma'lum bir retseptlar asosida sotilmaydi. Ikkinchisi esa bu tribulus. Tribulus ham testosteronni tabiiy ko'tarishga yordam beradigan tabiiy vositalardan bittasi. Bundan tashqari erkaklar albatta profilaktik ravishda o'zini organizmidagi vitaminlar darajasini ko'rgan holatda sink, vitamin D va omega 3 kabi vositalarni qabul qilishni tavsiya etaman. Sababi vitamin D o'sha neyromediatorlarni sintezda yordam beradigan vositalardan hisoblanadi. Bundan tashqari omega esa o'sha retseptorlarini, neyromediatorlarni sezuvchanligini oshirib beradi. Yana bundan tashqari aynan chiqadigan ichida ma'lum bir miqdorda, taxminan 10-15% miqdorda L-dopa saqlaydigan tabiiy vositalar ham mavjud hisoblanadi. Bunda pruriens degan biologik faol qo'shimcha mavjud. Bu tarkibida taxminan 10-15% ga yaqin levodopa saqlaydi va bu biologik faol qo'shimcha. Albatta buni shifokor maslahati bilan ichilgani ma'qul va bu iste'mol qilinganda jinsiy aloqaga libidoni ko'tarishga yordam beradi. Organizmga tushgandan so'ng o'sha dopaminga aylanib. Bundan tashqari L-tirazin vositasi bor. Bu ham stressni kamaytirib, organizmdagi neyromediatorlarni hosil berishga yordam beradi. Ya'ni bular asosan psixogen muammo. Lekin agarda bu tabiiy vositalardan foydalangan holatda ham masalan sport bilan shug'ullanyapsiz, kerakli vitaminlarni olyapsiz, lekin sizda xohish yaxshi emas. Demak, bu holatda sizga albatta vrach konsultatsiyasi zarur bo'ladi. Balkim sizda gormonal o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Uy sharoitida afsuski gormonal o'zgarishlarni aniqlash qiyin va ularni nazorat qilib davolash ham qiyin hisoblanadi. Sababi aynan gormonal o'zgarishlarga qanaqadir ularga ta'sir etadigan dorilar yozilganda, albatta ularni qondagi miqdorini ko'rilgan holatda yoziladi. Ularni to'g'rilash, davolash uchun universal dorilar mavjud emas. Turli xildagi
xohish yo'qolganda yoki zaiflikda deydigan umumiy biologik faol qo'shimchalar, ya'ni BADlar, o'sha doimiy ravishda reklama qilinadigan dori vositalari bizning holatimizda faqatgina og'irlashtirishi mumkin. Agarda uzoq vaqt davomida ichilsa, bizada mana bu aslida bu muammolar hal qilinmasdan qolib ketadigan bo'lsa. Demak, jinsiy aloqaga xohishni, libidoni pasayishi bo'yicha qisqagina tushuntirishlar berib o'tdim. Albatta bu tavsiyalarga uy sharoitida amal qiling. O'z sog'lig'ingizni asrang. Agarda sizda xuddi shunday muammolar mavjud bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali Telegramda murojaat qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.